Barchamiz intizor bo'lib kutgan oylarning sultoni muborak Ramazon oyi kirib kelmoqda. Shu munosabati bilan Vaqf xayriya jamoat fondi sizlarga muhim yangilikni e'lon qilamiz. Bizning oziq-ovqat bazamiz barcha uchun yanada qulay manzilga joylashdi. Ajrlari ko'paytirib beriladigan bu oyning marhamatidan siz ham bebahra qolmang. Muruvvat oyida yetim, miskin, boquvchisini yo'qotgan oilalarga siz ham qo'lingizdan kelganicha yaxshilik qiling. Ularni saharlik va iftorlik dasturxoni to'la va barakali bo'lishida birgalikda sababchi bo'laylik. Bizni Toshkent shahridagi oziq-ovqat bazamiz Suzuk ota masjidi yonginasida Suzuk ota 43-uyda joylashgan. Hoziroq mana shu raqamlarga aloqaga chiqing. Sizni kutgan o'ksik ko'ngillarga quvonch ulashing. Ramazon oyi muborak bo'lsin.